Такой milliy gulli polik qilib qo'yilganmi, tushunmadim. Ajoyib ekan bor-ku, lekin bunisini olib tashlasa ham o'zi ham такой резиновый qimmat polik ekan, zikr yozuvlari bilan. Вообще shkalanlarga Zikr 001 Z Sportini bosib olsangiz bo'ladi. Hozirdan bitta like bosib qo'ying. Atigi 40 ming yurgan 2023-yil ekan. Keyin haqiqiy Coven'ning FR diskaladi. Shuni o'zi palon bo'lib turadi. Oldi orqa opornilar ham perforatsiyali. Atigi 40 ming yurgan 23-yil eshiklar avtomatik ochilib yopiladi. Endi Z Sport bo'lgandan keyin bilan saloni полный alcantara bo'ladi. Zinadan tarif etgandan tortib obshivkalagacha. Srochniga 37.200 ga bosib olsangiz bo'ladi. Mana shu bagajda faqat treylerda kelayotganda qirilganda shu joyga kraska tegan deyaptilar. Bo'ldi. Mashinada udar yo'q deyaptilar. Bosib oling. Vashi puli ko'rdingiz, Z Sportda eshiklari avtomatik ochilib yopiladiganlik.